Barchaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda Koreya bozorini sizlarga ko'rsatib o'taman. Kimchon degan Gyeonggi-do Pajushida Kimchon degan shu bozor bor. Shu bozorni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Asosan bu bozorimizda dengiz mahsulotlari va ko'kat, shu har xil giyohlarni ko'p sotar ekan bu do'kon, bu bozorda. Bu ko'rib turganingiz guruchdan yasalgan narsalar. Bu yoqda esa o'zimizda hozir quvvatagan deb chiqarishayotgan xuddi shu narsalar. Mag'izdan tayyorlangan, shu yong'oq, bodom, har xil mag'izdan tayyorlangan mahsulotlar. Bozor juda ham katta ekan, lekin faqat polni shu oziq-ovqat va dengiz mahsulotlaridan iborat ekan. Kiyim-kechak va qolgan narsalar juda ozroq ekan. Bu ko'rib turgan narsalarning nomi tokpo deyiladi. Koreyslar juda ham ko'p iste'mol qilishadi bu narsani. Ta'msiz va yog'siz bo'ladi bu narsa. Dengiz ko'katlaridan tayyorlanadi, oppoq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Bu esa kiyim do'konlari ekan. Shu koreyslarda o'zimizda yoyma bozor bo'ladi. Bularda ham xuddi shunday ekan. Bu yoqda esa shu mag'izdan tayyorlangan va dengizda quritilgan o'tlari. Rastalar davomida juda ko'p ekan bunday shu quritilgan ko'katlar va har xil giyohlar. Hozirda juda mashhur bo'lib bo'layotgani koreyslar to'yib iste'mol qiladigan asosan shu narsalar. Aytib o'tganimdek, bu yoqda dengiz mahsulotlaridan shu baliqlari. Koreyada yashayotgan akalarimiz uchun kelishlaringizni tavsiya qilaman, chunki sabzavotlar, meva-chevalarning narxi arzon ekan. Bu ko'rib turganimizdek tuxumdan yasalayotgan o'zlarining ovqatlari. Bu oilaviy ekan, bu shu onalari bilan o'zlari ochishgan ekan, bular ona bola ochishgan ekan bu bozorchani. Bu esa har xil dinga mansub bo'lgan odamlarda narsasi deb men o'yladim. Yaxshi ko'rsatib o'taman. Bu yerda esa disk sotadigan akani turishlari bu yer. Koreyada disklarni shunday sotiladi. Bu narsalar yog'ochdan yasalgan buyumlar, har xil stol, javonlar. Kinolarda ko'rganimizdek qirollik stollari bo'ladi, xuddi shundan ekan bular. Bu yoqda qari kampirlar o'zini yetishtirgan narsasini sotar ekan shunday qilib. Asli juda arzon, yashash sharoitiga qaraganda juda arzon mahsulotlari. Bu ko'rib turgan narsangiz bu ko'rpalari. Har xil buyumlar va o'yinchoq buyumlari. Bu rastada oyoq kiyimlar sotilar asosan. Asosan oyoq kiyimlar juda boshqa qaraganda, boshqa bozorlarga qaraganda narxlari juda arzon. Koreyaga kelgan akalarimiz, kelmoqchi bo'lgan akalarimiz Kimchon degan bozor yo'lsalar chiqadi. Bu Seul yaqinida joylashgan. Bu rastada esa meva-chevalar. 야, 저기 주상자 10,000원이요. 주상자 10,000원이.
Bu ko'rib turgan gullarimiz juda arzon. Koreyada bo'ylab menimcha gullar arzon deb o'ylayman o'zimizga qaraganda. Har xil turli xil gullar bor. Qishga, yozga qilib sotishadi. Bu ko'rib turganlar shu dengiz mahsulotlari, har xil turdagi baliqlar bor. Qo'shbog'idan tortib shu qurbaqagacha bor ekan bu yerda. Har xil meduza, 8 oyoqli bo'llari va 8 oyoqli kattalari juda ko'p ekan. O'zimizda O'zbekistondagi amur va qolgan ilonbosh baliqlari juda ko'p ekan, bu yerda ham ko'p iste'mol qilishar ekan. Bu ko'rgan narsalaringiz tovuqning oyog'i. Tovuqning oyog'ini guruchga aralashtirib pishirib yeyishar ekan. Asosan chet elliklar ham ko'p yer ekan, asosan Filippinlik, Tayvanliklar. Men koreyslar iste'mol qilmaydi desam, koreyslar ham iste'mol qilar ekan bu tovuqning oyog'ini. Bu aytib o'tganda shu baliqlar ko'rishdingiz mumkin, ilonboshli bolalari deb o'ylaysizlar buni. Bir ko'rishdi. Asli bu turi boshqacha ekan. Va shu aytib o'tganimdek, mana shu toshbaqa va qurbaqalar tirik, svejiy turibdi. Keyin bu do'konda asosan ishchi kiyimlari ham sotilar ekan. Misol uchun arabaytga chiqqan akalarimizga tavsiya qilib qolaman, zavodingizga kiyimlarni yaxshi, arzon va sifatlilarini sotilar ekan. Oyoq kiyim va ust boshlarda. Va tekbeda ishlayotgan akalarimiz uchun ham kiyimlarda turfa xili bor ekan. Videomizni shu joyda yakunlaymiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa sizlarga arzon va sifatli va keng tarqalgan Dongdaemun bozorini keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa hali yaxshilari oldinda. Salomat bo'linglar.